Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz Xudoga shukr birinchi modulni tugatdik. Tugatib ikkinchi modul, ya'ni customer modulga keldik. Customer modulnikini ya'ni backend'dagi moduli requirementlari mana bu sherdagi ma'lum emas. Mana customer modul. Miyada hamda biz oldin qatim taqsimlagan, ammo bu taqsimlashlar kuchga emas. Chunki biz bu xil taqsimlashniki ancha to'g'ri bo'lmaganligini his qildik. Shunga qaytadan taqsimlaymiz. 15 tal nima qaytadan o'qishim bo'ldi modullarni. Hesabda biz bugun bir nechalan butun qilishga tegishli, qurishga tegishli klasslarninki hamma requirementlarning shartiga asosan, requirement asosan qurilishga tegishli bo'lgan class anakin butun ma'sudlarning hammasining dedak ismini yozib chiqdik, biroq bor. Okay. Mayane customer module degandan bir qo'rqib chiqdik qo'yman. Ha, shunaqa. Faqat customer module. Boshqa modul yo'q. Customer module ma'ni merge qildik. Okay. Ya'ni qildig'imiz customer module. Anikin bu customer modulening ichida miyada modulning ismi customer module deb miyada bor. Ma jadvalni o'qishni ko'rsatib qo'y, qanday o'qilganini. Package deganda bu yerda ikki xil package bor. Birisi ma package, yana birisi ma package. Yani bu nima desa, bizning projectning ichiga kirgandan keyin mainning ichiga kirgandan keyin qarasanlar bu yerda Magento project deb bor. Mush Magento projectdan boshlandi nimasi? Packagening ismi Magento projectning ostida page object deb bor. Yani her bir tal bir page uchun yani logik jihatdan, yani bir tal page'ning bütün web elementleri olsun, mayli bütün action'ları olsun, hammasi bir tal Java classning ichida yozilgan bo'lganligi uchun biz shunga page object patternga naytmak rioya qilishimiz kerak. Çünkü bizning agar biz rioya qilsak, oxirida jiq foydasini ko'ramiz buning kamiyatda. Shunga page object deb bir miyada bir nima bor, package bor. Mana ma emas, bu. Bunun aslida backend. Biz hamda oldin qatima frontend yozgan. Bu frontend qanday bir narsa yozmaymiz bunun ekan. Backendning ichida customer module. Mana mushning ichiga yozamiz bir narsalarni. Boshqa yerga klasslarni qurib qilib tushmanglar. Mushning ichida bo'ldi. Anan keyin buning ichidagi nega nim deb klass qurganlarni mana miyada bor. Misal ma subfolder deb yozig'liq. Bu subfolder misal sales. Sales deganda mana mana ichiga qurilgan nimalar. Bunda klasslarning qurilganligini biz dastlabda nima qildik? Butunligi dastlabdagi bosh patga asosan faraz qilgan, lekin qarasak bularni amiyat bu jami 15 tal user story uchun ishlatmaykanmiz. Shu sababdan bularni biz qizil rangda buyutimiz inshaalloh. Mana o'xshash. Men birinchi qadamda mayadagi mush packagening ichiga keyin kirdigan birdan bir klass var. Customer dashboard page deb. Customer dashboard page var. Anonikin hattoki maning ichiga yozilmagan yana birisi var. Admin panel page deb. Chunki ma admin panel page degani miyadik 6 tal modulning hammasi uchun o'rtaq. Ya'ni my bet. Bu betni biz xohlasak customer kira olamiz, xohlasak catalog kira olamiz, xohlasak reporter kira olamiz. Jami 6 xil modulning hammasiga mishadin kira olgan bo'lganimiz uchun shu sababdan bu yerda maning ismi ma hujjat shu sababdan maning ichiga kirib ketmaydi. Ma package'larning ichiga kirib ketmaydi. Ma orqali biz miyadagi narsalarni yozamiz. Jiq narsa yo'q. Username va password kirgizgan, forget password qilgan, login qilgan funksiyonlarni ham yozib qo'ysak tugaydi. Mush page'ninki page object patternsi. Endi biz buning kirgan endi ma'qatim yozgan ishimiz bizniki customer manager
Customer Manager kirgandan boshlab mana my pagening ismi dashboard page. Ya'ni bu customer moduleninki dashboard page ham. Xohlagan bir har qaysi modullarning o'zaro bir-biriga farq qilindi qo'y, hisobdan farq qildi. Shu sababdan mush batdagi butun web element bizga kerak bo'lgan. Butun nimalar? Butun actionlarning hammasi actionlar uchun cho'qim nima yozamiz? Bir tal mast yozamiz. Mush bir tal klassning ichiga jo'm vallahi. U yerga bu yerga emas. Bir tal klassning ichiga u klassning ismi aniq deb qo'yayım yerda. Mana shu customer dashboard page bo'ldi. Bu kimga bo'linsa mushu ismni qurish kerak cho'qim ismini. Boshqacha o'z oldiga ismini xohlagancha qo'ysa olmaydi. Bizda ham yerda yozib qo'ydik. Mush ismda bir tal package qurdi. Va bu packagening ichiga miyadiki, misol men hozir mouse'ni miyaga sales deganga ekasam, bu bir move element bo'ldi. Action classni ishlatamiz. Xohlasak action class, xohlasak JavaScript executor ishlasak bo'ldi. Mavi bir move element bo'ldi, ya'ni sales keltirgan. Ma catalog keltirgan. Men biz hozir men bosmayman u normalda. Bosmasam bo'ldi u narsa. Ammo miya kirib bo'lgandan keyin malni bosamiz. Miyaga move element bo'ldi, mala besildiganlari. Hisobda atgan savodashlar miyaga shunga maslarni mushuning ichiga kirdigan dastlabki bosh betdagi menyudagi butun maslarning ismini yozib qo'ydi. Mush shaklda mushlarning hammasining maslarni ayirmayman yozib chiqamiz. Mush klassning ichiga. Endi bu klassning ichida buningdan boshqa yana bir narsalar bor. Misol bunday narsalar bor miyada. Agar bizga kerak bo'lsa bularni ishlatamiz. Shunga miyanim inspect qilib mavu bir tal bir select qo'ysa bir drop down. Buni nima qilib qo'yishimiz kerak? Buni qilgan qilish kerakmi shani? Aniki xo'sh, endi keldik biz requirementlarni ancha-muncha o'qib baqaylik. Requirementlarni ancha-muncha o'qisak, miyadan ismlarni, nomerlarni qo'yib qo'ygan. Ostidagilarni qilamdi, dashboard qilgandim. Qani hozir dashboardni aytjan? Ma'lummi? Yo'q, pastga tushasiz. Men o'ng tarafdagi mavi buttonlarni uchun. Bularni endi bularni agarda qilsanglar bo'ldi albatta, o'zinglar ishlab qilsanglar. Lekin endi ma'lum requirement yo'q lekin. Requirement yo'q ya. Shunga men boya dedim-ku, biz ishlarni taqsim qilamiz. Agarda ishlar bak ozib qolibdi, davomli yana qilib degan bo'lsa, davomli ishlar chiqdi. Hamma yerda bor ish. Faqat boshda men requirement ishlarni bilishaylik. Ondan keyin baldur tiyab ketib qolsa ba'zi bilan ishimiz pishib ketganga, ondan keyin davomli kengaysak bo'ldi vazifani yana. Lekin normalda shirkat ishlasak, hammani qilish kerak. Miyanlam qilmaymiz. U chaqda men requirementlar 15 ta bo'lmaydi, bunchalar yo'g'on to'rib ketgan sifatdan, to'g'rimi? To'shaq bo'lish kerak, ya'ni misalni hammani test qilishimiz kerak. Hattoki har bir tal narsaga bir necha tal, misol men qaysi kun dedim-ku, bir tal username'ninki uzunligini 10 xondan 30 xongacha desak, bir email adresininki nimasini. Oshning uchun 6 tal nima qildik ekan? Test case yozdik ekan. Biz bo'lsak bir nima yozmaymiz hatta, boshqa bir tal test casening ichiga kirgizitimizda u past username'ninki ismini ham da sen case qilib qo'yamiz, ammo Hindistonlar qanaqa qilib kelsa, unda o'ta ketmay, bir tal test casening ichiga unutib qo'ymay, osh narsa uchun ham 6 tal test case'ni ko'paytirdi ekan. Ya'ni farqliq, ya'ni ikki tal gapning ma'nosi jihatdan farq bor. Ashunchalar ya'ni shu qadar style qildik ekan. Okay. Ya'ni gapingizga kelsak, buni qilsak bo'ldi albatta. Lekin my requirement yo'q. Tamam. Hattoki malning hammani qilsak bo'ldi. Hammasi uchun qilib chiqsak bo'ldi vaqt kelganda, agarda voy qiladiq deb qolsanglar, qilsanglar bo'ldi. Lekin my requirementning o'zida u narsalar yo'q lekin. Aytgan ko'rdik-ku. Okay, endi bizning my requirementni o'qisak, misol birinchi requirement nima deydi? Mana ma'lum. Misol customer manager can add a new customer debdi. Buni biz qanday o'ylashdik desanglar, manager, ya'ni dasat ma'lum customers degan bir tal sub folder ma'lum. Manim degan gap desanglar. Qaranglar. Ma custom module deb biz miyada hozir oldi burun bir tal package bor shunami? Ma packagening ostiga ma subfolderlarni qurishinglar kerak. Salesni qurishinglar kerak. Mush ism bilan juma amma. Mush ismni copy qilib aytadi. Ashuna qursizlar. Catalogni copy qilib turib qursizlar. Customerni copy qilib turib qursizlar.
promotionsni copy qilib turib qursizlar, mushlarni qursizlar. Mushtaq shaklda ma'lum subfolderlar. Mushning ichi qurildi. Misol men birini misol qilib salesni qurib qo'ydim. Okay. Ama salesning ichiga, ne, sales emas. Ma rasmiy bizning requirement asosan mushni ma customersning ichidagi ma packagening ichidagi ma klasslarning ichida bo'ldi ekan normalda. Shunga ma customersning ichiga birinchi qurgan klassimizning ismi yani bir tal customers deb bir package bir qurildi. Shu packagening ichiga manage customers deb bir Java klassimiz qurildi. Bu klassning ichida Maya qarasanglar Maula Method. Mayada user story deb Mayada subclass deb ya'ni ash klassdan keyingi shu klassning ichida qurmaymiz albatta klassning ichiga klass qurilmaydi, ammo shuning naytmay munosabatli bog'lanish qilib qolgan boshqa bir klass ama cho'qim boshqa bir tal klass. Ash subclass deb ism qo'yib qo'ygandim uni. Ya'ni balık klass emas, yani jumoliki o'z oldiga bir ayrim bir tal klass umi. Shu klassning ichidagi methodlar va shu methodlarning mos kelgan user storylari, bizga berilgan 15 tal user storyning ichidagi mos kelganlari. Ya'ni ma tablening ustiga qarasanglar, miyada bir tal user story va miyada bir tal user story va miyada bir tal method va miyada bir tal method. Chunki miyada class va subclass deb narsa bo'lganligi uchun shu sababdan shunday qildik. Okay. Mana qaranglar, qarasanglar ma klassning ichiga biz delete customer degan narsani quramiz. Buning da parameter shaklda email talab qildi bizdan va website-ni talab qildi. Bu cho'qim shunday bo'lishi kerak. Chunki biz atyanimizni manual test qildik. Test qilganda email va website-ni tang nim qilsak, filtrlasak, anikin unique bo'ldika birdan bir customerni topa olamiz ashada. Demak, mushkil shaklda qilsak, anikin hech xato chiqmaydi. Ma'noslarni biz object classini chaqirib eklamiz. Hech qanday hardcode qilmaymiz. Anonikin enter name deydi. Ma'no ichida misol miyada emas, miyada emaildan website-ga. Okay. Ma enter name degani faqat mishaga customer so'ngchi manage customer so'ngchi chekirsanglar. Mishak mushnunga, mushu maramka var, maramkaga bir tal ismini yozib turganlarmi ishmalı. İsmini yozib bersanglar bo'ldi tugadi. Shuninglar tugaydi. Ma masning ismi. Ma masning qilgan ishi. Ammo miyalik ma name'ni biz object classdan qilamiz. Ya'ni sizlar o'zingizlar ijod qilmaysizlar yani. Object classda qurilib bo'lgan narsani chaqirib etkisizlar. Anonkin misol ma 12 user story'nikiga bularning hammasi shu mush klassning ichiga kirdi. O'zingizlar qanday tinch o'tirib o'qib olsanglar bo'ldi malani hammani. Endi bundan sirt yana misol men nimish qilmani subclass deb miya qurib qo'ydim desanglar, ma manage customers degan ma pagening ichiga kirganda ma add new customer degan narsa miyadika chunki ma knopka. Miyad bo'lg'achqa shu mush page orqali kirgan bo'lg'achqa, lekin biz hargiz ma pagening nimasiga ma'ni bosgandan keyingi mazmunni qaytib qo'ysak bo'lmaydi. Chunki u page object pattern tushmaydi. Xilop qilganimiz shu sababdan ayrim bir klass oldu bu. Shunga endi u klassning ismi nima? Add new customer degan Java class. Edit customer deb Java class. Ya'ni edit tab nimish qilib bir tal ayrim bir tal klass qurilish kerak deganda ma'ni bassak ayrim bir tal boshqa bir bat chiqdi. Ma'ni bassakmi yana ayrim boshqa bir tal bat chiqdi. Editni bassakmi? Mana miyada. Bunday shaklda edit bo'ldi. Shu sababdan ikkilisiga ayrim page object var. Endi mayada add new customer ning nimasi birinchi user story shu. Ma editning ichida miyaga biz yana bir patman ma editning ichida bir patman nima qilamiz yana maslan yozamiz. Faqat ham atgan vaqtning nimasida hammani beshidan boshlab bir-birlab o'ylashib o'tirmoqdik, chunki buning ichida toshaq maslan var mana ichiga yozilgan. En kamda 10 tal mesut var. Bunun ma'nodagi mesutdan. Onu ayrım tahlil qilsak bo'ldi. Lekin bu shuning ichida mush editning o'zi bir tal user story ma. Ikkinchi user story shu update qilgan. Anoniki misol mushning ichida yana reset password qilgan. Ma'nosini aytgan bir aqornim qildik. Bu qanday qilsanglar reset degani miyadagi misol editni qilgan ekan ma konukni besib qo'yishlar emasmi? Bu knopkani besib qo'yish emas yani. Bu yerga narsa qanday qilsanglar biz rasmiy manual test qildik. Qanday deyim? Address nima? No.
Account information. Ha, miyada. Account information deganda. Ya'ni sizlar misol maxfiy nomerlarni unutib qolsanglar qo'y. Maxfiy nomerlarni unutib qolsanglar, reset password qildigan ishlar bor. Misol maxfiy nomerimni asliga kelib bergin deb qilsanglar, email keldi. Mishaga qaysi emaildan tizim qilgan bo'lsanglar, shu emailga xat keldi. Shunda shaklda xatga bu yer uchun edit kirib, mayan chekib, miyaga ma adminninki, ya'ni customer managerning maxfiy nomerini bersanglar, shundan keyin sizlarninki mayadagi ma emailinglarga xat keldi ekan. Maxfiy nomer keldi ekan. Buni biz sinab baqdik. Demak, misha shu. Ma reset degani. Okay. Buning uchun shu biz email adresiga va web saytga yana o'xshash ehtiyojimiz bor. Chunki unique bo'lgan birdan bir element tepishimiz kerak. Endi mushning ichida yana add new address deb bor. Ya'ni buningda yanlam edit kirimiz. Yangidan qurgandimi adressni qatimizda, lekin miya da'vatgan user story bir tal akkauntga yangidan bir tal adress qaytishga, shu sababdan miya kirib, mayadan new address qilamiz. Buni vasitimi yana ayrim bir bir method, ya'ni mush batning ichida. Ya'ni bu ma edit customer degan pagening ichida bo'ldi. Mush page object batning ichida. Ammo bu bir ayrim bir method bo'ldi. Tushunarlimi? Ya'ni buning uchun yana o'xshash email adress va web saytni sizlar object classini chaqirsizlar. Ma to'g'ri qilib g'am qilmanglar. Buningda yordam qilamiz. Ya'ni yordam qilib yo'l ko'rsatib qilamiz uni xotirjam bo'ling. Okay, miya tugdi. Anandan keyin ma keyingi ma masalaga kelsak, aniki ma'ular, masalan, 4-chi user story, 5-chi user storylar Maşadaki şu cami 8-ci çıxı deyimə, həmiz filter deyim. Ma filter deyən nimələr? Həmisi muşu manage customers deyən page'nin içində. Ma manage customers deyən ma page'nin içində hazır çıxılan. Ma page'nin içində yazılған bir kod. Yəni bunlar faqat ayrı bir method qılıb yazılındı, amma muş page'nin içində yazılış kerak, çoxum. Ananken ma'aniken atiyan o'ylashib, misol miyada ma enter email deydi. Ma bir tal ayrim message, ya'ni bu nima desa, mishaga bir tal emailni yozib berish. Sendcase qilib bersang bo'ldi. Ma'noda group name sendcase qilib bersang, ma'noda bir groupni tanlab birgansizlar, to'g'ri, ma'noda tanlaysizlar. Lekin miyadagi ma group name ma email deganlarni sizlar ham qilmanglar, bularning hammasi object classdan kelgan narsa. Object classdan get qilsizlar, shuni chaqirib ekan. Nimani qanday uchirgan bo'lsa, shuni tanlash kerak. Ya'ni ma keyinda ma user story'lar borlarini hozir ma'noni keyin tushundirman, ammo ma user story'lar yo'qlari, bularning hammasi nihoyatda oson bo'lgan bir bosqich. Select country deydi, bu bir select qilgan ekan, drop down. Ma enter state name deydi, demak bu bir yerga yozadigan nima. Ma website'ni tanlaydigan degandek, maya edit button, click on edit button deydi. Ya'ni mishalar miyalarni tanlaydigan, to'ldiradigan degandek, ma'ni bosadigan degandek. Knopkalarning nimalari, methodlari. Lekin ma'larni hech qaysini hard code qilish bo'lmaydi. Hard code qilsanglar bo'lmaydi qat'iy. Bulupmu ma editni kim qilsa, men shuni man sal o'ylashib qilish kerak, men yordam qilay. Chunki pek oson hard code o'qitish mumkin. Hard code o'qitib qolsa ma bo'lmaydi, ya'ni o'tmaydi. Qaytadan qiladigan ish chiqadi. Endi malning hammasini biz bir qatim bunda bir ma'nosini qilib qo'yganki, ma'ni filtrlaydigan. Faqat miyalik ma'nosini ma'nosini ichida chaqiramiz. Chaqirib filtrlash uchun ma'ni ichiga chaqirib qo'ygandan keyin nima ish qilamiz? Miyalik search degan buttonni bosamiz. Ashunaq faqat. Nima ish biz ma'larni bunda ayrim qoldik desak, chunki biz ma'larni boshqa yerda ishlatar ekanmiz, qarasak. Shunga buni kodni ma'g'u tamamen bir aram bir quruq kod. Agar 100 quruq kod qolsa qanaqa qildik? O'chadi yana takror yozamiz. Shu sababdan biz nima deymiz? Reusability degan narsani o'rgandik-ku, ashuna narsani, ashunga diqqat qilish kerak ekan. Shu prinsip bo'yicha demak, shuning bo'ysunib ayrim yozib oldik-da, ma'nosini. Ma'nosini yozib, ma'nosini ma'nosi chaqiramiz. Ya'ni okay, mushtash shaklda bo'ldi. Endi
Demek malani endi malaning ma user story'lar şu müşagicha nim buldu. Muş mesle arkalık amalga aşıdı. Ma üçüncüsü şu misal ma delete'da şu işletimiz buna şu enter kıldıgan bana qaralamaydı. Email adres ve website'da banasının hemisiga şu müşadiki enter email, enter website degan, select website degan mesleğini çağırmız degan gap müşadi. Çağırıp turib işletimiz. Okay, endi miyadiki ma bu 9-cı user story qarasanglar, miya 9-cı user story sal murakkab. Yani bizning hazır kadar bek baxmağaraq işimiz hem dersimi onu göstermegen. Sal baxmağaraq bir işimiz. Nima desa bu biz hazır kadar faqat Selenium degandik, yani automation qilish uchun. Mana manasi shu. Bunun da Maya'da o Selenium bilan basımız ama Mia'dan başlap mavu web application emas mavu. Mavu yani bu hesapta nima emas. Yani Chrome emas mavu. Bu nima kirdi bu? File Explorer'ning nimasi degan. Normalda burundan da bağlı Windows'un asli mavu hesapta. Bunu biz nimada ishlamaymiz? Selenium bilan automate qilolmaydi normal ahvolda. Amdilqi deymiz o'zgacha bir kodlar chiqadi ekan ba'zi bir o'zgacha bir kodlar bilan qildi ekan. Uni bilan qilishi mumkin, lekin buni normalda mening ham sizlarga tavsiyalarim manada robot klassni interface chiqib shu narsani bir narsani ishlatsizlar. Men uni ishlatib boqqan, ashuni bilan qilishni tavsiya qilaman. Men yordam qilsam bo'ldi bunga. Okay. Mana shu 9-user story shunaq. Ananikin 10 11 malani bayatın ko'rsatdim o reset qilganini, add new address qilganini ko'rsatdim. Anikin 12 nima qilib qoldi? Bir yat baş qilib uni ko'rsatganim mumkin. Misal mala qarsanglar ma bu add new customer group deydi. Bularning hammasi mana customer group degan klassning ichida. Anikin men mana hammasi mana ichida qo'y. Okay. Mana merge qilay. Mana merge qilay. Okay. Yani qaranglar, ma jadval qarasanglar, hozir aniq ko'rinatamni uqmayman, hamdirang jihatdan sizlarga yadimda siziqlar, ma siziqlar aniq ko'rinatamni uqmadim. Mush bir tal nimaning ichida mana ma class misol miyagich ma jadvalning miyagich davom qildi, hech qanday nima yo'q. Demak, malning hammasi mush classda degan gap, mush class tava degan gap, tushunalaman. Amma miyadan boshlab ma boshlandi, ma cho'ng bir qataq qo'yib ma kayindiki mayadiki kichik ataklarning hammasi maning tava degan gap, ma klassga tava. Mush klassning ichiga yozilishi kerak chuqum, juma. Anandan keyin okay. Tamam, 15 tal user story'ni birer qurnim qildik. Endi qog'ozlar qarasanglar, malning hammasini klassni yoza olamiz. Buning bir patma user story chiqarildi, ammo bizda Confluence'ga bizda bizga vazif berilgan 15 tal user story bularning ichida emas. Bularni xalsa qilsaq bo'ldi. Ananiki bizningki moduledagi customer moduledagi birdan bir object class shu. Yani object class degan tushunasizlarmi? Misol bir mashinaniki car deb bir tal class bo'lsa, carninki rangi, markasi, ananiki yasalgan vaqti, misol mangan yo'li degandek basi, bu narsa degandek benzin mod, diesel mod, elektro mod degandek hamma narsani uchurlarini saqlaydigan bir class. Yani bu bir object class. Mala page object. Yani chekchegrasi shu qadar aniq olish kerakki, bu page objectninki ya o'ngga ya solga azroqmi boshqa bir page object classning ichiga kiritib qolmasa kerak. Yani chegrasi o'tib ketmasa kerak. Joy jim to'xtash kerak. Yani qizil sizig'ini ayt aniqchimi bularni xabaringlarda bo'lsin. Okay. Yani misol men hozir miyani so'zlab miyani tushundirsam, misol qaranglar. Mavu bayatin miyada men qurib qo'ygan qaranglar. Admin panel page deb. Ma bir tal class var. Ma classning ishi nima? Mijang mani kirgizish, mani besish, agarda passwordni unutib qolsa, mani besish. Bol tugidi hamdi. Bu klassga buningdan keyingi jarayonni yozmay. Yani yozib qo'ychu degan ishni qilmaymiz, yozmaymiz. Faqat yozsak bo'lmaydi. Qoida qilib bo'ladi.
Mana Maya başqa bir klass. Aya to'xtash kerak, stop. Ma'ningdan o'tgandan keyin Miyalning hammasini mush klassning page object patternda basamiz. Basadigan, mang'uzdigan, uni buni qildigan ishning hammani. Endi Miya kirib, ma'ni basadiganning o'zi mush klassning ichida bo'ldi. Mush dashboard page'ni kim yozgan bo'lsa, Mishal basadiganni qildi. Miya yozig'liq qo'y, eng ustida mana mushning ichida bormishlar. Endi ma'ni bes bilayotgandan keyin ma paydo bo'lgan ma page bu boshqa bir page hamda. Endi bu page bilan bayotning pagening hech bir aloqasi yo'q hamda. To'xtadi u pagening ishi. Ma pagening ishi misha tugaydi. Ma page boshqa bir page ekan. Ma bir dashboard page. Ya'ni dashboard qani u? Ha, dashboard page. No, dashboard page emas. My page, customer manager degan page ga to'g'ri. Manage customers deydi. Bu pagening ismini bu ketdi. Bu Mawa, to'g'ri. Manage customers degan. Demak, mushunday aniq ayrılgan, ya'ni nimalarchi? Misol, mush page yasagan odam malavlash yo'q hamda. Malani chunki biz dashboardda bor narsa deb buni yozib bo'lgan. Muhabbatni yasagan odam mishalik narsani har bir kuning hammasini qilish kerak. Albatta, ma'nim qilib degan gap emas. Bu ikki tal narsani ayrim qilishning hojati yo'q. Editningini ma'lum shartlardan keyin andagin ma edit degan kunchu. Ma'lum shartlardan keyin andagin locate qilish kerak. Misol qandaq shart desanglar. Misol men ma'ningga o'zimning emailimi tanlay. Hozir uqmayman deb aytgan birini uchratgandim. Ma'ni bassam hozir ikkisi chiqqanda, birisi chiqqanda uqmayman. Hatto ishim chiqmay ekan. Okay, yo'q ekanda. Tamam. Why not Germany yok all countries. Tamam. İşte miyada qarasanglar ba'zi emaillar var, misol takrorlanib qolgan, ba'zi nimalar bor, ismlar bor, takrorlanib qolgan degandek. Mushuna mishalarni besib bo'lgandan keyin bir unique bo'lib chiqadi. Unique bo'lib chiqqan narsani undan keyin locate qilamiz. Aşağı locate qilamiz, mana editni. Konusmiyat bipatma edit var, qaysini locate qilishinglarni qolmay qolasizlar. Okay. Hisobda taxminan tushuntirib bo'ldim deb o'ylayman. Ma'ning object class bo'ldi. Bu hisobda getter setter deganlar bo'ldi. Endi tushunmay qolgan savolinglar bormi? Alimjon. Avo sub deb bir class kurdingizmi? Nima dedingiz başında? Subclass. Subclass degani hisobda shu customer modulening ostiga qurilgan ayrim package-mi u hisobda? Ne bu subclass'ningki package ayrım emas, qarang. Package ayrım package mana shu. Subfolder degani. Biz endi miyaga cho'q qarang, amat ma subclass deganini asli. Ma classni asli ma classning ostiga kelib chizib qo'ysak bo'laverdi. Lekin tizaylasak, qilsa tushunishdan sal noqulay qolmasin deb shu nereden gap qolganda ma hiçbir uyat yo'qkan to'q deb qolmasin deb, chunki ma customers kirganlar. Misol men customers kirganda qaranglar. Manage customers group, online customers deb uchta narsa bor. Tushunami? Qarang, manage customers group, anan keyin online customers deb. Qarang, mushun har bir uchun birdan class qurgan asli biz. Lekin dasturlar qurdik. Ya'ni oldiga yishimga qarmay turib, u Maya requirementlar mushlar orqali bo'lmamdi uni bilmaymiz. Lekin boshda qurdik. Chunki nima? Buni ayrim har birisini bosganda boshqa bir batga chiqdi. Shu sababdan page object patternni olganlik uchun cho'qim qurishimiz kerak. Ammo biz qurib bo'lgandan keyin es qildikki, qarasak bu yerda bizga berilgan requirementlar uning ichida emas ekan. Aksincha misol men manage customers kirgandan keyin class kirib bo'lgandan keyin qarasak, manage customers kirib bo'lgandan keyin qarasak, mayadga bu add customer degan
mayani basdı ekanmizda. Ya'ni ya'ni ma klassninki betida beti kirib bo'lgandan keyin qarasak, ma klass emas, ma klassning beti kirib bo'lgandan keyin qarasak, miyadagi bu add new customer degan narsa knopka mushu batning ichida ekanda, shunga hamda bu yerdagi ma ismdagi knopkani, miyadagi ma knopkani bassak, başqa bir batga chiqitimiz. Uning uchun ayrim bir page object class qurishimiz kerak. Shu sababdan ma'ni ham vaqtincha tushuntirishga bo'lish uchun shunga ma'ni sub class deb ism qo'ydik. Ammo bu hargiz bu deganlik nima degan gap desanglar, bu bir tal packagening ichiga tushdi, ma packagening ichiga, ma customersning ichiga tushdi. Andan keyin ma'ni sub class degan bir tal packagening ichiga solamiz degan gap emas. Ma'mu mushun bilan parallel bir tal mush customers degan ichida turdi. Turaverdi tushunmaydi. Faqat tushunish uchun ham qilib qo'ygan narsa. Tushuntirishga oson bo'lish uchun. Ya'ni shu sababdan ham qilgan. Lekin hargiz bu ayrim bir tal bir klassning ichiga kirib ketmaydi bu. Mishat turdi endi. Ya'ni bu turdi degani men ma'no ichida miyada-chu. Customers ma'no ichiga customers deb qilamiz-ku. Bir tal package quramiz-ku miyaga. Misol men hozir to'xtanglar, men nima dedim? Men bir tal nima dekaman, okey. Hozir qurib qo'yaymi misol miyaga? Samanoga customers quruldi. Customers okey. Mana shuna bir tal bir package qurildi. Mush packagening ichida manage customers Java, add new customer Java, edit customer Java, customer groups Java, online customers Java deb klassni qurib qo'yamiz-da, ma klassni. Ammo lekin bu klassning ichida balki ishim yo'q. Ya'ni xohlasanlar ma'nimi davomlashtirsanlar bo'ldi misol demak. Balki kod yozganlar kelsa agarda, mayadni bizlarga ishlatsanlar mayli. Ya'ni qilsanlar. Tamam, endi tushundim. Okay. Unda ham spalla rekordni nim qilay, biroq deydigan gaplarni deb bo'ldim. Endi kimlarga bilinganini buni rekord qilmasak ham bo'ldi menimcha, chunki biz yezib qo'yamiz baribir. Andan keyin balla agar qo'llanglarda agarda 99% aniqlab 1% yer qilib qolgan bo'lsa, so'ranglar. Buningki birinchi qadami qanday bo'ldi desanglar, men birinchi job hech kimga GitHub nas qilmasda, men miyaga nimalarni qurib qo'yay. Hech bo'lmasa packagelarni o'zim qurib qo'yay. Ma folder var-ku. Ma subfolderlar. Hayda. Sales deydi, catalog deydi, customers deydi. Ma promotions deydi, newsletter deydi, reports deydi. Tamam, yani mavi hamdira sonra. Mavi başqa yerdajmi? Mana o'rni. Object classning ichida. Mayada. Mana ichida bo'ldi. Ma backendning ichiga customers deb bir tal quramiz. Qurib mushning ichiga customer page deb ayrim quramiz. Tushunarlimi? Page object classlar ayrim yerda, object classlar ayrim yozildi. Ya'ni izlaydiganda naytime qisqa vaqt ichida darhol topa olishimiz kerak. Ya'ni izlab har bir klassni birdan varaqlab Mahmudu deb faraz qilib o'tmasligimiz kerak. Aniq bila olishimiz kerak bir narsani. Okay. Mushna bo'ldi. Men boshda ma packagelarni qurib qo'yma. Anondan keyin bir deb qo'ygan gap rasballar. Qarsanglar miyada misolman bir tal klassning ichiga qarsanglar bir patmon mas'ul miyada. Bu mas'ulni biz qanday qilamiz desanglar, hammanglar o'z oldinglarga ma'ni qilganlar misol 3 odam qilgan bo'lsa, 3 odam har biringlar o'zinglarning klassiga menda ma'u projectning ichiga ma'ni o'rin nada bo'lsa shu yerga menda bir tal klassni birini qurib, ichidan birinchi qurdim boshlab ma'u Ahmad ma'ni Samat ma'ni yozib boshlasa bo'lmaydi kodni. Bundoq boshlasanglar GitHub chiqarganda konflikt yeysizlar 100% u. Shuna bo'ldi. Shunga mening sizlarga tavsiyalarim nima desanglar, ma klassni faqat misol agar ma butun maslarni agar 3 odamga taqsimlagan bo'lsak, misol 3 odamga taqsimlagan bo'lsak, birlam odamningki kompyuterda ma qurildi, qolganlar qanday qilsizlar desanglar, qolgan 2-3 odam qancha odam bo'lsa, bir odam mishay qurdi, haqiqatan shu projektningki ichiga qurdi, shu klassni.
Qağalar qana qilsizlar, mana nimadan faylni besib, close project qilib, projectdan chiqib kompyuteringlarda. Ana ma burunqi ma ko'p kartniki project 2023 degan ma localdagi nima bor, kod yozgan. Miya kirib, miyadan andan sizlar xohlagan ne qurg'unlar kelsa, bir tal klassni qurib, ama mainning ichiga qursanglar bo'laydi. Xohlagan bir yerga bir tal bir klassdan bir nimani ichiga, bir tal packagedan birini quriblar, mushun ichiga klassdan birini qurib, mas'ullar yozsanglar bo'laydi. Mas'ni yezib tugitib, chiroyli yozib qolgandan keyin tekshirishni o'tgandan keyin uni mang'uzishning hojati yo'qmi rost to'g'ri. Hech qaysi kodinglarni mang'uzmaysizlar, bolalar aniq deb qo'yasiz. Run class deb class qurmaysizlar. Test engine'ning kodlarini yozib o'tirishning hojati yo'q. Bizning hozir qilgan ishimiz o kodni yezib, uni mang'uzib o'zimiz xo'sh qilib o'tirgan ishni qilmaymiz hozir. Başta bütün tayyorlikni tugatamiz. Hammani tugatib bo'lgandan keyin yarim kun vaqt ichida test engine tugaydi. Yarim kunda Confluence tugaydi. Nima? Cucumber tugaydi. Shuning bilan bütün projektimiz tugaydi. Şuna hazır biz o kod mang'uzib, uni buni qilib, o'zimizni xo'sh qilib, bugun menib, ertasi to'xtab qolib deganda qilgan ishni qilmaymiz hozir. Qilgan ishimiz putlaymiz page object pattern va object klasslarni tugatishimiz kerak. Okay. Demakchi o'g'lim, miyadik mak klassning kepni bir odam quruydi. Bir odam o'zinikisiga o'ziga bo'lingan mas'ni yozdi. Qolgan mas'lar bo'linganlar mavi local dikiyaga kod yozdi. Yezib, andan keyin yezib bitgandan keyin o'zaro paranglashib, men bitirib bo'ldim deydi. Shunlar shu mas'ni WhatsAppdan avatib beramdi, qanday avatib bersa, avatib berib choplaydi. Ma klassni kim o'ziniki projektga qurgan bo'lsa, shu klassning ichiga chiroyli qilib ko'chirib choplab, shu orqali bir tal klassni bitirsizlar. Bo'lmasa, har bir odam o'z oldiga bunday klassni qurg'izsa kompyuterda chatoq chiqadi. Ananiki ham birisiga Aniki ham birisiga nima desanglar, ma klassni yezib bo'lganlar, ma'ni yezib bo'lib, ichinglar pishib kutib qilib, men ma klass ajab bir oqsakan ma klassni yezib boqajida ma klassni yezib tushmanglar. Bak yozgan shu bo'lsa, men boya deganda usulda ma boshqa localdagi projekt chiqib, miya yozinglar. Chunki projektni ichiga kirib turib, ma klassni qurib qo'ysanglar, GitHub chiqqanda konflikt yeymiz, shunga hammamizning kodi vayron bo'lgan ekan. Uni o'ngshaymiz bir kun vaqt ketadi. Shunga hargiz undaq o'z oldinglarga klasslarni qurib, qilgan ish qilmanglar. Birinchi, ikkinchidan test klasslarni, run klasslarni qurib, uni run qilib tushmanglar. Nima talab qilingan bo'lsa, shuni qilinglar. Ishinglar tugab bo'lganga to'xtanglar. Xudoyim bilsa, inshaalloh bugun juma, payshanba, shanba kuni kechgacha tugatamiz inshaalloh. Tugatsak, har qanday yordam lozim bo'lsa, darhol danglar desanglar yordam qilmang. Mening vaqtimda yordam qilgan. Inshaalloh shanba kuni ish tugatsak, yakshanba kuni yana keyingi modulni planlasak, hisobda bir haftada bir 2 dan modul tugatsak, kamida 2 yo 3 modul tugatsak, birdan tugaydi bu projektimiz, xudoyim bilsa. Bulduğun narsa. Başka so'ralinglar yo'qmi? Başka savol yo'q, Alimjon. Buni taqsimlaydiganni endi bir linkga beramiz, taqsimlaydigan. Ha, ma'qul. Ha, bo'ldi. Okay. Bundan so'ng men rekordni to'xtatdim hamsa, bolalar. Tushunish bo'ldi deb o'ylayman. Agar ham davom nima qilmagan bo'lsanglar, hijlomay so'rasanglar bo'ldi jumlakin, ya'ni tushunmay qolmasangiz, men videoni bir qadam ko'rib chiqinglar. Agar yana bak tushunmay qolsanglar, misolda page object pattern degan zot nima? Qanday narsa u? Nimishqa page object pattern bunchalar yomish olamiz, bunchalar eslab olamiz. Nimishqa bu, ya'ni bu qadar muhim yani. Mushunda bak qolganlar o'tmay qolgan 1% yavib qolib qolsa, danglar. Men tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Ya'ni u shu qadar muhim ekanki, page object patternga bo'ysunish oxirida, ya'ni bakchiq qadam bosqichlardan keyin uni es qilamiz uning foydasini. Dastlabda qilsa kuluklikdak tuyuldi haqiqatan. Chek-chegaralarning bu qadar aniq oylik kitilishi, lekin shunday shaklda bo'lsa, eng perfekt chiqadi shu kodlar. Okay. Bo'ldimsa, Allohga rahmat. Men rekord to'xtatdim.